Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan 55-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu o'nli kasrni o'nli kasrga bo'lish. Xo'p, o'nli kasrni o'nli kasrga bo'lganda o'quvchilar biz o'nli kasrlarni natural songa aylantirib olishimiz mumkin. Barchamiz o'quvchilar natural sonni natural songa bo'lishni bilamiz, ustuncha shaklda bo'lishni bilamiz. Demak, biz o'nli kasrni o'nli kasrga bo'lganda ham o'sha o'nli kasrlarimizni natural songa aylantirib olishimiz mumkin ekan. Bu qanday bo'ladi? Keling misol yordamida tushuntirib o'tishga harakat qilaman. 3/2 ni bo'lishimiz kerak 1/6 ga. Yana qaytaraman, 3/2 ni bo'lish kerak 1/6 ga. Biz birinchi o'nli kasrimizdagi virgulni ham, ikkinchi o'nli kasrimizdagi virgulni ham bir katak o'ng tomonga suramiz. Ya'ni 3/2 ni virgulni ham o'ng tomonga sursak 32 bo'lib qoladi. 1/6 ni ham virgulni o'ng tomonga sursak 16 bo'lib qoladi. Natijada biz 32 ni 16 ga bo'lib qo'yamiz. Javob 2 bo'lar ekan. Yoki 4/8 ni 0/6 ga bo'laylik. 4/8 ni ham virgulni bir katak suramiz, 48 bo'ladi. 0/6 ni ham virgulni bir katak suramiz, 6 bo'ladi. Natijada 48 ni 6 ga bo'lib qo'ysak bo'ladi. Albatta bu darsimizning nazariy qismi edi. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu o'nli kasrni o'nli kasrga bo'lish. Bunda birinchi navbatda bitta narsani aytib o'tishim kerak. O'quvchilar, barchamiz natural sonni natural songa bo'lishni juda yaxshi bilamiz. Ya'ni natural songa ustuncha qilib bo'la olamiz. Xo'p, o'nli kasrni o'nli kasrga bo'lishda ham biz o'nli kasrlarni natural songa aylantirib olamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Hozir demak misol yordamida tushuntirib o'taman. Xo'p, bizga quyidagicha misol berilgan bo'lsin. 1/156 bo'lingan 1/3. Demak, bu ham o'nli kasr, bu ham o'nli kasr. O'nli kasrni o'nli kasrga demak bo'lyapmiz. Bunda o'nli kasrlarning virgullarini o'ng tomonga surish orqali natural songa aylantirib olamiz. Demak, birinchi o'nli kasrimizda ham virgulini o'ng tomonga bir katak suramiz. Ya'ni 1/56 edi. Biz uni virgulini bir katak o'ng tomonga sursak 15/6 ga aylanadi. 1/3 ni ham virgulni bir katak o'ng tomonga sursak 13 hosil bo'ldi. Demak, bunda virgul oxirgi sondan ham keyinga o'tib qolsa, ya'ni 3 dan ham keyinga o'tib qolsa, demak 13 qilib yozishimiz kerak. Virgulni yozmasak ham bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, birinchi sonimizni ham virgulni bir katak surdik, ikkinchi sonimizni ham virgulni bir katak surdik. Natijada 1/156 15/6 bo'ldi va 1/3 13 bo'ldi. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, bitta sonimiz virguldan demak ozod bo'ldi. Ikkinchi sonimizda virgul hali ham turibdi. Demak, yana bir katakdan o'ng tomonga surib olishimiz kerak. Ya'ni 15/6 ni ham virgulni yana bir katak suramiz. 156 hosil bo'ladi. Ikkinchi sonimizda virgul tugaganligi uchun uni o'rniga esa 0 beramiz. 130 hosil bo'ladi. Xo'p, natijada 1/156 bo'lingan 1/3 degan misolimiz 156 bo'lingan 130 ga aylandi. Demak, biz 156 ni 130 ga bo'lsak, kerakli natija hosil bo'lar ekan. Xo'p, mana pastda hozir shu narsani ko'rib o'tamiz. Xo'p. Demak, 156 ni 130 ga bo'lamiz. Bunda 156 ni ichida 130 dan bir marta bor. Bittasi 130 bo'ladida, demak ayrilganda 26 qoldiq hosil bo'ladi. Men shu yerga yaxshilab ahamiyat berishingiz kerak o'quvchilar. Yuqoridan tushiray desam son qolmadi. Ya'ni 156 dan 130 ga ayrilgandan keyin 26 qoldi-yu, lekin tepadan son tushiray desam yo'q, son raqam qolmagan. Bunaqa holatlarda, ya'ni qolgandan keyin ham bo'lishni davom ettirish mumkin. Bu uchun o'sha bir butun yozganimizdan keyin virgul qo'yib olamiz o'zimizdan. Virgul qo'yamiz va shu virgul qo'yganligimiz sababli qolgan qoldiqning orqasiga bitta 0 yozamiz. Demak, bu yerga virgul yozar ekanmiz, qoldiqning orqasiga esa 0 yozar ekanmiz. Natijada 26 qoldig'imiz 260 ga aylandi. 260 ning ichida esa 130 dan 2 marta bor. Ikkitasi 260 bo'ldi va 0 hosil bo'ldi. Xo'p, ko'rib turibsiz, 1/2 natija hosil bo'ldi va 1/156 ni 1/3 ga bo'lsak 1/2 hosil bo'lar ekan. Buni albatta tekshirib ko'rish mumkin. Qanaqa qilib?
1,2 ni 1,3 ko'paytirsak 1,156 hosil bo'lishi kerak. Tekshirib ko'rishingiz mumkin o'quvchilar. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, navbatdagi misollarga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi misolimizda ham yuqorida aytib o'tgandek, vergullarni o'ng tomonga surib, toki natural songa aylanguncha vergullarni o'ng tomonga suramiz. Mana quyidagicha misol berilgan 2,1000 dan 604 bo'lingan 2,1. Bunisi ham o'nli kasr, bunisi ham o'nli kasr. Xo'p, 2,1000 dan 604 ni vergulni bir katak sursa 26,100 dan 4 ga aylandi. 2,1 ni vergulni bir katak o'ng tomonga sursa 21 ga aylandi. Yana bir katakda o'ng tomonga suramiz endi. Ya'ni 26,100 dan 4 ni vergulni bir katak sursak 260 butun o'ndan 4 hosil bo'ladi. 21 da vergul yo'qligi uchun o'rniga bitta 0 beramiz. Ya'ni 210 hosil bo'ldi. Lekin hali ham vergul tugagani yo'q. Yana davom ettiramiz. Ya'ni 260,4 ni ham demak vergulni o'ng tomonga suramiz. Bir katak 2604 hosil bo'ldi va 210 ni orqasiga ham bitta 0 yozib olsak 2100 hosil bo'ldi. Natijada 2,1000 dan 604 bo'lingan 2,1 degan misolimiz 2604 bo'lingan 2100 degan misolga aylandi. Ya'ni natural songa bo'lishiga kelib qoldi. Demak biz 2604 ni 2100 ga bo'lish orqali kerakli natijaga erishishimiz mumkin. Mana hozir ko'rib o'tamiz. Xo'p. Mana 2604 ni 2100 ga bo'lish. Demak 2604 ni ichida 2100 bir marta bor. Bir marta demak 2100 ni o'zi bo'ladi va natijada 504 qoldiq hosil bo'ldi mana. 504 qoldiq hosil bo'ldi. Yuqoridan tushiray desam, demak raqam qolmagan. Shuning uchun, ya'ni qoldiq bo'lib qoldi, tepadan tushiradigan son qolmadi. Bunaqa holatlarda ham vergul qo'yaman bu yerga. Bu yerga esa qoldiqning orqasiga esa bitta 0 yozib olaman. Natijada 504 degan sonimiz 0 yozilishi natijasida 5040 ga aylandi va 5040 ning ichida 2100 dan 2 marta bor. 2 martasi demak 4200 bo'ladi. Mana 4200 dan ayirib olsak 840 hosil bo'ldi va qoladigan bo'lsa yana 0 yozib bo'lishni davom ettirib ketaveramiz toki tugaguncha. Ya'ni 840 ni ham orqasiga bitta 0 yozib olamiz. 8400 bo'ldi. 8400 ning ichida esa 4 ta bor. 2100 dan 2100 ni 4 ga ko'paytirsak 8400 bo'ladi va 0 hosil bo'lyapti. Demak 2,1000 dan 604 2,1 ga bo'lsak 1,124 hosil bo'lar ekan. Buni ham albatta bo'lib ko'paytirish orqali tekshirib ko'rishingiz mumkin. Qanaqasiga? Demak 1,124 ni 2,1 ga ko'paytirganda mana bu son hosil bo'lishi kerak ekan. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, navbatdagi misolga o'tamiz o'quvchilar. Xo'p. Bunda ham yuqoridagi qoidaga asosan, demak, o'nli kasrlarni natural songa aylantirib olamiz. 23,4 bo'lingan 1,8. O'nli kasrni o'nli kasrga bo'lyapmiz. Bunda vergulni o'ng tomonga surib natural songa aylantirib olamiz. Buni ham bir katak suramiz. 23,4 ni bir katak vergulni sursak 234 ga aylanadi. 1,8 ni ham vergulni bir katak sursak 18 ga aylandi. Mana ikkalasi birdaniga natural songa aylanib qoldi. Demak biz 234 ni 18 ga bo'lamiz. Xo'p, 234 ni 18 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 23 ni ichida 18 dan bir marta bor. Ayirdik 18 ni, mana 5 qoldi, 4 ni ham olib tushdik. 54 hosil bo'ldi. Ya'ni bu yerda vergul qo'yilmaydi. Qachon vergul qo'yilardi? Yuqoridan tushiradigan son qolmaganda ana unda vergul qo'yilardi. Shuning uchun bu yerda hozir 4 ni tushirdik. Demak hech qanaqa vergul qo'yilmaydi. 54 ni ichida esa 18 dan 3 marta bor. 3 tasi 54 bo'ldi va 0 hosil bo'ldi. Mana ko'rib turibsiz o'quvchilar, vergul qo'yishga hojat qolmadi bu yerda. Ya'ni sonlar tugab qolib, qoldiq hosil bo'lmadi demoqchiman. Demak, javob nima bo'lar ekan desa, 13 ni o'zi bo'lar ekan. Mana natija 13 hosil bo'lyapti. Demak, 23,4 ni 1,8 ga bo'lsak 13 hosil bo'lar ekan. Buni ham albatta ko'paytirish orqali tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 13 ni 1,8 ga ko'paytirsak 23,4 hosil bo'ladi. Xo'p, bu darsimizning oxirida o'quvchilar
birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Buxoro matematika maktabi va Eldor Akramov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha